Toshkent shahrida xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan Toshtek universitetining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ta'lim muassasasi Markaziy Osiyoda muhandis kadrlarni tayyorlash bo'yicha yetakchi akademik va texnologik markazga aylanishni maqsad qilgan. Ochilish marosimida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Sharipov, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, iqtisodiyot va moliya vazirligi vakillari, shuningdek xalqaro hamkorlar ishtirok etdi. Universitet STEM yo'nalishlari, texnologik tadbirkorlik va bilim hamda texnologiyalar transferi uchun institutsional platforma sifatida faoliyat yuritadi. Dunyoni top 10da turadigan universitetlar bilan hamkorlik o'rnatilgan ushbu universitet bilan. Ya'ni xususan Xitoyni Tsinghua universiteti. Undan tashqari hozirgi kunda bir 20 ga yaqin o'sha xorijiy topda turadigan universitetlar bilan hamkorlik o'rnatilib, ular bilan birgalikda bu yerda mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yiladi va albatta o'sha aytib o'tganimizdek O'zbekistonga kirib kelayotgan investorlar bilan ham hamkorlikda ishlab, ularga mos bo'lgan kadrlarni ishlab chiqarish va ular bilan hamkorlikda ularda praktika o'tashi ham albatta yo'lga qo'yiladi. Ta'lim muassasasida darslar bakalavriat va magistratura bosqichlarida muhandislik va texnologik yo'nalishlar bo'yicha o'zbek, rus, ingliz tillarida olib boriladi. Boshlanishida 300-400 kishi atrofida rejalashtiryapmiz. Har bitta jarayon, o'quv jarayoni, ilmiy jarayon, malaka oshirish jarayonlari hammasi zamonaviy texnologiyalarga asoslangan bo'ladi. Sun'iy intellekt bizni tarkibiy qismimiz hisoblanadi. Biz u sun'iy intellekt bilan har bitta narsani integratsiya qilamiz. Ilmiy jarayonlarimiz ham, ma'muriy boshqaruv universitetda, ma'muriy boshqaruv, ta'lim jarayonlari ham sun'iy intellektga asoslangan bir ilg'or tajriba asosida qurilgan bir ta'lim hisoblanadi. Toshtek universitetining rivojlanish konsepsiyasi, institutsional modeli va ta'lim dasturlarining strategik arxitekturasi Boston Consulting Group xalqaro konsalting tashkiloti ekspertlari ko'magida ishlab chiqilgan. Ma'lumot uchun universitetga iste'mol parametrlaridan kelib chiqib, quyosh fotovoltaik panellari, fan ko'yinlar va issiq nasoslar o'rnatilgan. Shuningdek, binoda 120 kW quvvatdagi quyosh panellari orqali isitish va sovutish tashkil qilingan.